Assalomu alaykum. Men ismim Azamat Bayxanov. 15 yillik tajribaga ega arxitektorman. Hozirgi kunda o'zim shaxsiy studiyamga ega hamda ko'p qavatli jamoat binolar loyihalarini ishlab chiqib, qurilishlarni tepasida turib ijod qilib kelyapmiz. Xo'p. Hozirgi videomiz aynan institut tamomlagan 2-3 yil ishlab junior darajada yurgan arxitektorlar uchun qanaqa qilib bosh arxitektor bo'lishi yoki proyekt menejer loyihani boshqaruvni qo'lga olishi mumkin. O'zimning shaxsiy tajribamdan kelib chiqadigan bo'lsam, har doim takrorlayman, zo'r ustozni qo'lida ishlash kerak, shunaqa loyiha qiladigan. Yoki siz shu yosh bo'ladigan bo'lsangiz, loyihalash institutlariga ishga kirishingizni tavsiya qilgan bo'lardim. U yerda norma kontrol hamda zo'r ustoz topasiz o'zingiz uchun. Bu kelajagingiz uchun juda katta fundament bo'ladi. Hali oldinda sizni katta loyihalar kutib turadi. Bu tajribalardan o'tib olsangiz. Ya'ni katta loyihalarni birdaniga sizga berishmaydi. Chunki ishonish topshirishi uchun sizga tajriba, malaka, ya'ni yosh kerak bo'ladi. Xo'p. Ustoz topishda ham shu bosh arxitektor bo'lish kerak. Shu ishxonada hamma norma kontrollar bilan ishlab, sizga ko'p narsani o'rgatadigan. Bu birinchidan sizni daromadingiz oshiradi. Ikkinchidan malaka, sohaga nisbatan o'rtada yurmaysiz. Bu o'rtada, ya'ni startda turadigan beginner yoki boshlang'ichda emas. Siz juniordasiz, senior darajaga chiqmagan. Bu fizikada ham xavfli narsa, o'rtada yurish. Senior darajaga, ya'ni bosh arxitektor bo'lishgacha chiqish kerak. Uning uchun aniq ustoz va shaharsozlik institutlari, ya'ni loyiha institutlari demoqchi edim. Loyiha institutlarida malaka oshirish. Hop, keyingi etapimiz ikkinchi narsa arxitektor uchun bosh arxitektorga shaharsozlik normalari hamda Sanpin qoida normalarimiz kerak bo'ladi. Shularni yaxshi o'zlashtirish kerak bo'ladi. G'oya qilishlar, pasatka qilib ishlab chiqishlarda bu ham albatta shaharsozlik norma bilan ishlanadi. Uni ham bilish kerak. Bu narsalar bilmagunizcha siz bosh arxitektor bo'la olmaysiz va bu narsani boshqaruvni yo'qotib qo'yishingiz mumkin. Sababi sizni loyihalaringiz ekspertizadan chiqishi kerak. Ekspertizadan o'tishi uchun esa siz shu narsalarni yaxshi o'zlashtirib olishingiz kerak. Men demoqchimanki, uni olib o'qib yodlash emas, uni kerakli vaqtda, kerakli joyda foydalanishni bilish ham bitta san'at. Qanaqadir loyiha tushdimi, o'shanga taalluqli bo'lgan shaharsozlik, jamoat binolari, Sanpin qoidalari hammasini kerakli foydalanib, o'qib, o'rganib, tatbiq qila oladigan darajada. Xo'p. Uchinchi tavsiyam shaxsiy rivojlanish, ya'ni networking qilish, tanish orttirish hamda katta loyiha qiladigan insonlar bilan tanishib, ularning kemasiga chiqib olish. Masalan, men uchun hozir shaharsozlik urbin bo'yicha, master plan bo'yicha tajriba orttirgim kelyapti. Shunaqa loyiha qiladigan insonlarga chiqdim aloqaga, sababi bepul ishlab berishga tayyorman, o'zimni tajribamni orttirish uchun. Mana sizlarning loyihalarga qatnashish sabab desanglar, o'rganmoqchiman buni. Pulinglar shart emas. Menga shunaqa mijoz kelib chizdiraman degan paytda o'zim uchun malaka oshirishim to'g'ri deb bildim. Ya'ni master plan qilishni o'rganmoqchiman. Siz ham agar ko'p qavatli 16, 9 qavatli, 12 qavatli turar joy chizgingiz kelmoqchi, misol uchun. Unaqa bo'ladigan bo'lsa, shunaqa ish qila oladigan yaxshi arxitektor bilan birgalikda chiqib ishlang. Ya'ni ishdan keyingi vaqtdami yoki yordamchi bo'libmi, biron bir qismini olib o'rganingki, savol bering. Nega unaqa qo'yding? Nega podyezdni unaqa qo'ysan? Kvartiralarning kvadraturasini qayerdan olding? Balkon nimaga bunaqa? Nimaga lift soni bitta? Nimaga ikkita emas? Nimaga ikkita qo'yding? Shunaqa savol berishni ham o'rganing. Ya'ni aqlli savol, o'ylab savol bering. Nima sababdan? Shu ustoz sizga o'rgatadi.
unga siz qiymat berib olasiz, uni ishini qilishda yordamlashib, birgalikda shu ishni yopasiz hamda sizda o'z-o'zidan tajriba paydo bo'lishni boshlaydi. Networking keladigan bo'lsak, shunaqa katta loyiha qiladigan insonlarni shogirdlari bo'ladi yoki boshqa tanishlari bo'ladi. Shular orqali bo'lsa ham chiqib tanishib yuring. Mana bu yosh arxitektorman, sizni muxlisingizman. Imkon bo'lsa shu loyihalaringizni meni ham qo'shing, o'rganing, ustozlik qiling deb tanish bilish orttirib, o'sha insonlar bilan birgalikda ko'p loyihalar ko'rishga ega bo'lasiz. Yoki-da u sizni kuchli tomoningiz bo'lsa, o'sha qiymatni qo'shing. Maylimi shuni 3D sini yasab bersam yoki-da biron bir planshetingizni yig'ib beray deb. O'sha ozgina kirib siz o'z-o'zidan 20-30 talab shunaqa opitli arxitektor o'zingiz uchun yig'ib olsangiz kontaktini, bir kun siz unga aloqaga chiqishiga xayolida, miyasida yurasiz. Ya'ni tanish bo'lib qolasiz. Bu narsa nima beradi desangiz, men institut tamomlagandan keyin oddiy vizualizator bo'lib daromad qilganman. 3D larni, рабочий proyektlarni olib kelib, troxmerkasini yasirdim va ularga render qilib, planshet yig'ib olib berardim. Shu orqali juda ko'p ustozlar orttirganman, shu orqali juda ko'p arxitektorlar bilan tanishganman. Bu hozirgacha ham foyda beradi. Biron bir joyda qiyinchilik uchraydigan bo'lsam, o'sha ustozlarimga aloqaga chiqib, savol-javob qilib olamiz yoki-da biron bir qiyin vaziyatlarda yordam qo'llab-quvvatlab borishadi. Bu juda ham eng katta yutug'im bo'lgan deb hisoblayman. Har xil firmalarni 3D sini yasab berib, tanish orttirib olganim. Siz ham shunaqa qiymat berib, tanish bilish orttirib olishingizni tavsiya qilgan bo'lardim.